Xo'sh, assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun 23 dekabr, soatimiz 15:30 bo'ldi. Birinchi bo'lib bugungi yangiliklarni ko'rib oladigan bo'lsak, bugun USD ga 6:30 da qizil pakkada yangilik bor ekan va shu bilan bugungi qizil pakkadagi yangiliklarimiz shundan iborat. Xo'p, demak, market tahlil qilishni boshlaymiz. Euro USD ni kunlik time frame ga e'tibor beradigan bo'lsak, umuman open price, ya'ni oylik time frame'dagi candle e'tibor bersanglar, ochilib pastga wick qo'ydida, undan keyin market maker classic market maker buy model bilan 2 marta order flow, ya'ni bir marta market maker sell modeliga, bir marta market maker buy modeliga, yana bir marta sell model, yana bir marta buy model, ya'ni ikkita higher time frame'larda order flow bo'ldi va уже e'tibor bersanglar, tashqi kursimizga yaqinmiz. Ya'ni bugungi candle o'zi olib qo'yishi ehtimoli katta. Va endi bias tomon 1 soatlik time frame'da struktura qaraydigan bo'lsak, MTF time frame'iga o'tsak, bizda umuman o'sha 2 kunda, ya'ni tashqi kursiga 2 kunda harakat bo'ldi. E'tibor bersanglar, umuman strukturasiz narx chiqib ketdi. Yangi yil yaqin, tam shuning uchun ham kattaroq market makerlar savdo qilmayotgani uchun shunaqa bo'ldi shekilli. Ya'ni order flow yo'q, hech qanaqa strukturalar ham. Misol order flowda maksimum, minimum yasab, minimum tozalab, keyin range berib, keyin korreksiya qilib, keyin ko'tarilib, shunaqa qanaqadir strukturalar bilan market buy model qilmadi, shunchaki chiqib ketmoqda. Demak, bugun kunni o'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, xo'sh, demak, bugungi kunga ham e'tibor bersanglar, mana bu yerda midnightdan keyin candle ochildida, Osiyo range'da birinchi imbalansidan bir o'zini o'zi sweep qilmaydi, даже men minimumni mana tozalamadi. O'sha imbalans o'zidan ketyapti narx va e'tibor bersanglar tikka ketyapti. Va endi agar korreksiya bo'lib qolsa, narxda korreksiya bo'lib qolsa, deylik mana bu candle yarim soatdan keyin yopilar ekan. Agar o'zi pastda yopilsa, mana CRT qilib yopilsa yoki bundan keyin candle yechib, keyin CRT yopilsa, keyin ichki kursiga kelib, ichkidan yana tashqiga ketishi mumkin. Bu endi bu bozorlik holatida jicha qiyiroq masala. Endi kimdir aytishi mumkin, mana shunaqa holatlarda 5 minutlik time frame'dan mana edi, order flow'dan qo'shilib olsak bo'lmaydimi marketga? 5 minutlik time frame'ga tushsalar, misol mana buni qoldiraylik-da 1 soatlikdagi. Shundan 5 minutlikga olib o'tamiz. Va 5 minutlik time frame'ga o'tadigan bo'lsak, deylik, mana bu e'tibor bersanglar, o'sha tashqi kursimiz mana bu yerda e'tibor bersanglar, order flow bilan narx chiqyapti, maksimum minimum, maksimum minimum, maksimum minimum qilib chiqib ketyapti narx. Mana shu maksimum minimumlar birortasidan mana bu yerdan qo'shilib olsa, stop to make ga qo'yib, yoki mana bu yerdan qo'shilsa, stop to make ga qo'yib, yoki mana bu yerdan qo'shilsa, stop to make ga qo'yib, shunday kirsak bo'lmaydimi deydigan savol bor-da. Misol uchun treyderlarda men ko'raman, даже ko'pchilik shunaqa ishlaydi, ya'ni 5 minutlikni o'zini order flow'lardan zelka qilib, stopini 5 minutga qanaqadir minimumlarga qo'yib, shunaqa. Bitta narsa bor, biz MXM, ya'ni ICT MXM treyderlari stop losslarni ko'rib, o'sha stop losslarni yechildi, SMT orqali yechildi, CRT orqali yechildi, MTF time frame'da stoplar yechildi-da, keyin LTF da time frame'ni o'zaro alignment qilamiz. Shu narsalar bor, ya'ni shunchaki ping pong qilib chiqib ketolmaymiz, to'g'rimi? Ya'ni mana bu minimum nuqta, deyman, mana bu yerdan kiryapmiz-da, mana bu yerdan kirdik, make stop qo'yapmiz. Ili mana bu yerdan kirdik-da, make stop qo'yapmiz. Va bu minimum kuchli nuqtami biz uchun stop qo'yish uchun? Ya'ni 1 soatlikda u qanaqa candle o'zi degan savol bor-da, tushunyapsizmi? E'tibor bersanglar, necha ekan? 350 ekan. O'sha mana ikkita candledan keyin yana ochiladi. 4 soatlik, soat 4:00 da candle. O'sha 4:00 da candle mana 3 dagi 3 qayerda ochilgan? Mana bu yerda ochilgan ekan 3. O'sha 4:00 mana bu 3 da yechib, undan keyin tanasi tepada yopilib, deylik MSS berib, keyin 5 dagi candle tepaga ketishi mumkinmi? Shunaqa bo'lishi mumkin. Ya'ni 1 soatlikda strukturaning ichida qanaqadir CRT'lar bo'lishi mumkin. Ya'ni shunchaki order flow'dan qo'shilib, stopda keyingi order flow'da yoki oldingi order flow'ni minimumga qo'yib kirish, bu prosta gambling bu va bunaqa ishlash
Agar kim ishlab yurgan bo'lsa, stopuddo aytaman, ya'ni akkauntda yoki prosatkada yoki sliv bo'lgan yoki yangi sho'r bo'lgan, u ham prosatkada shunaqa, tushunyapsizlarmi? Aqlli savdo qilish kerak. Marketga kirib aqlli savdo qilish kerak. Ya'ni qanaqa, misol daily time frame'da tushunarli, prям tushunarli turibdi, to'g'rimi? Ya'ni ichki likurchigacha mana bu yerda sell model bo'ldi, keyin tashqigacha buy model bo'ldi. Yana sell model, yana buy model bo'lyapti. Ya'ni biaslarni ko'ryapmiz. Birinchi biasimiz mana mitigation blockida, ya'ni mana ikkita range'da 50% edi. Ikkinchi ichki likurchimiz mana bu imbalans 50% ichida. Shunaqa, shungacha sell ishladik, undan keyin buy ishlayapmiz, to'g'rimi? Endi deylik, misol 1 soatliga tushamiz. MTFda biasimiz hozir bullish. Biasimiz bullish bo'lsa, mana bu yerda уже narx chiqib ketyapti, MSS berdi. Undan keyin struktura bo'ldi va bugun ishlolmadi deylik, va dushanba kuni bo'ldi bu narsa. Undan keyin yangi kun ochilganda narx pastga tushib, stop lossni yig'ishtirib, undan keyin ko'tarilib struktura bersa, keyin uni 50% dan PDR yoqtirib 5 minutlikdagi deylik o'sha PDR zonaning ichidagi modeldan biz buyga qiziqsak bo'lardi 5 minutlikda. PDR ning ichida shunaqa struktura bo'lsa, например. Shunaqa gaplar. Ya'ni yoki doim range'da 50% dagi PDR dan qiziqamizmi? Ya'ni MTFda misol uchun minimum, maksimum, minimum bo'lsa, o'shani 50% dagi imbalans bo'lsa, o'sha imbalansga doim shunaqa kiramizmi? Videolarga yo'q. MXM doim bunaqa kirmaydi. MXM misol uchun likurchi bo'lsa, mana bu Osiyo likurchisi bo'lsa, dead zone pastga yurib, London ochilganda Osiyoni pastini sweep qilsa, undan keyingi sweepdan keyin 3-candledan ham tashqi likurchidan ya'ni tashqidan tashqiga ham ishlaydi MXM, faqat range ichidagi ichkidan tashqiga emas. Xo'p, shunaqa gaplar, qisqa mindset berib ketkim keldi va bugungi kunga o'sha New York soatimiz hozir 15:36 bo'lgan bo'lsa, New Yorkga yaqin agar narxda orqaga pullback boshlangan bo'lsa, keyin o'zimizga PDR zona oqtarsak va o'sha PDR zonaning ichidan yana tashqi likurchini target qilib ishlasak bo'ladi. Yana bir narsa aytib ketmoqchiman, e'tibor bersanglar. Meta minimum bor edi, ko'tarildi, maksimum, keyin yana minimum, keyin yana maksimum, keyin yana minimum, keyin maksimum bo'lib chiqib ketmaydi bozor. Buni nomi low resistance liquidity, ya'ni kuchli liquidity emas. Tushunyapsizlar? Kuchli struktura o'zidan oldingi biasga qarama-qarshi liquidityni tozalagan struktura bu kuchli deyiladi. Ya'ni deylik, biasimiz bullish, shu tashqi liquidity bo'lsa, narx bitta minimumni yechgandan keyin bias tomon yana tiklansa, undan keyingi struktura bizda kuchli struktura deyiladi. U yana narxni tepaga ko'tarib yuboradi. Chunki undan oldingi minimumni yechgan manba minimum narxni pastga o'tkazib yubormaydi. Mana shunaqa. Ya'ni stop losslar yig'ishtirilgan degan signalni beradigan struktura bu. Shunaqa gaplar. Qisqasi, kuninglar yaxshi o'tsin. Update bo'ladigan bo'lsa kanalga qo'yaman. Eslatib o'taman, yangi yil yaqin. Haftada уже deylik, bugun yangiliksiz kun ekan, ertaga yevroga bank holiday, USD da yangilik bor. Uni ertasiga bank holiday plus mana shunaqa oyda oxiri, yilda oxirida turibmiz. Shuning uchun ham yaxshi, ya'ni sifatli zelkalar uchun yangi yilni kutgan ma'qul bo'ladi. Salomat bo'linglar, update'da ko'rishamiz.